Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Teplu jamoasi. Eng avvalo hammaga kirib kelayotgan ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Shu kunlarga yetkazganiga shukr, Allohga shukr. Biz ishxonamizda bugun tinchlik, chunki bugun svet o'chib qolgan. Soat ogohlantirish kelgan ekan, soat 4larda yonar ekan. O'shaning uchun bolalar hammasi uyga ketdi. Dam olishyapti. Xudo xolisa. İşlerimiz ketyapti. Xudo xolisa zakazlarimizni Ramazongacha tugatib olamiz dedik. Menimcha ulgurmas ekanmiz. Ramazonga ham hozir 4 kun qolgan bo'lsa, yana ozroq kat yo'llarimiz bor. Shular tugatib olsak, Xudo xolisa Ramazonda ozgina dam olamiz. O'tgan yil ish boshlaganimizda bilmayman, sanoqli kun dam oldik. Sanoqli kun dam oldik. Ertalabdan soat 10 gacha, 9 gacha bolalar asa 10 gacha ham ishladik. Sovuq kunlarda ham vaqtida yetkazamiz deb kat yo'llardi. Endi bir yilda bir oy dam olmasak, o'zi shunda ham organizm chidamayapti. Ishlarimiz ketyapti. Mana bu yerda 15 kilovatlik kat yo'limiz bu menimcha Qorasuvga qilinyapti. 15 kilovatlik Nijniy kat yo'limiz. Mana listlarimiz 4lik. Rossiyskiy list. O'zi rangidan ham ma'lum. Choklarimiz ham hamma mana xolasa cho'tki bo'ladi, mana burchak choklik bo'ladi. Bu 20 kilovatlik kat yo'limiz. Bu Kosonsoyga. Bugun buni bitkazishimiz kerak edi. Bugun bitadi deb va'da bergandik. Lekin endi Xudo xolasa svet yonib qolsa, balkim bitkazib yuborarmiz. Balkim ertaga bitar endi. Bugun svet o'chishini bandasi gapiraverar ekan. Onlarning aytgani bular ham baribir mana qolib ketdi. Svetimiz o'chib qoldi, to'xtadi. Xudo xolasa Farruh aka ustaga bu Kosonsoyga bugun bo'lmasa ertaga Xudo xolasa bitkazib tezlashtirib aka chiqarib yuboramiz Xudo xolasa. Bunisi ham qayergadir 10 kilovatlik. Bu yerda mana yana bitta 20 kilovatlik seplamendagi mana zagatovkasi. Buni ham bugun terishimiz kerak edi. Bu o'zimizga Marg'ilonga bu. Buni ham Xudo xolasa bitkazamiz. Nima ishlar bo'lyapti bizda? Endi hamma yoq barday. Sezon tugasa tuzata. Borka qilamiz, tugatsa borka qilamiz deb turibdi. Xudo xolasa borkalar qilib olamiz. Ertaga yana Xudo xolasa lazerdan materialimiz keladi. Shularni ham tugatib olamiz. Olib kelsak, tugatib olamiz. Bu 25 kilovatlik avtomat kat yo'limiz. Gibrid, ya'ni tepada asos yirik o'tin ko'mir yoqadigan joyi ham bor. Avtomat kat yo'l bunkerli bo'ladi. Polskiy garelka qo'yamiz bunga. Ya, shu original polskiy garelkasidan qo'yamiz. Buni Buvayda tuman Oqqo'rg'onga nimaga? Otabek ustaga. Buni o'zimizga Marg'ilonga 35 kilovatlik avtomat kat yo'limiz bu ham. Buni ham Xudo xolasa turib bilan qilib hamma yo'q ketgan, prosta turib tursin. 15 kun 20 kunda olib beraverasiz degan. Ustalar ishga tushganda, ustalar borligida Xudo xolasa olib borib tushiramiz. 20 kilovatlik kat yo'limiz. Bu Qorasuvga bu ham. Bu kat yo'l bitsa, ikkovi bitta jo'natamiz Xudo xolasa. Qorasuvga bu tayyor bu. Bu Baxtiyor aka ustaga, u Sanjar aka ustaga. Bunisi 15 kilovatlik kat yo'limiz. Bu quvaga bu. Bu quvaga. Bitta 20 kilovatlik kat yo'l qilishimiz kerak yana quvaga. O'zi aslida 10 kilovatlik edi, 20 kilovatlikka almashdi. Shuning uchun ozgina kutib qolindi. O'sha 10 kilovatlik quvaga edi. Buni o'rniga 20 kilovatlik qilib beringlar dedi. Shu bilan uni to'xtatdik-da, 20 kilovatlik zagatovkasini boshladik. Endi uni boshlaymiz. Endi bir haftacha kutib qolishadi bular. 20 kilovatlikni bitkazib, ikkovini bitta qilib chiqarib olamiz Xudo xolasa. Miyalarimiz mana. Bu miyalar uje Xudo xolasa bular oxirgi versiyalari. Yangi Xudo xolasa yangi sezondan bir roli nasosni ham
temperaturasi mashina termostatiga o'xshab qachon kotyol qiziganda keyin nasos ishlaydigan qilib suv beradigan qilib yangina qilyapmiz, o'shanaqa chiqadi. Bu miyalarimiz xudo xolasa bular oxirgi partiyalar. Zapchastlarimiz kelishiga xudo xolasa yangi versiyani boshlaymiz. Lekin bu ham cho'tki ishlaydi, hamma yaxshi, faqat o'sha funksiyasi yo'q. Endi bu yangi funksiya. Hozir Xitoydan zakaz qilganmiz. O'sha zapchastlarimiz yetib kelsa, yangi versiyada bo'ladi hammasi. Unisi menimcha xudo xolasa endi ko'ramiz endi. Kotyolni bir ikkita klientlar ham aytayapti, kotyolni o'ziga qo'ymanglar, alohida qo'yaylik deyapti. Taklif kiritishyapti, ustalar alohida tursin, kotyolga yopishib turmasin. Bularni endi kotyolga qatirib yuboramiz. Uning uchun bunaqa termostatlari bor, datchiklari bor. Bunaqa datchik. Ularni metrajini uzun qilib, 1,5 metrlik qilib, bular kalta bo'ladi. Endi uzun qilib, baquvvat kabel qilib, uchiga datchiklarini temirli qilib, nejavekali qilib zakaz qilganmiz. O'sha zapchastlarimiz xudo xolasa kelsa, yangi miyani terishni boshlaymiz. Hozircha shuni teryapmiz endi. Yana bitta bizda yangilik bor. Asosiy yangiligimiz necha yildan beri kutayotgan narsamiz. Mana. Xudo xolasa cho'tki. Alyumin korpuslik, sifatlik, zaslonkalari o'zi zavodskoy mana. O'zi nijniy garayna kotyolarimizga qo'yishni boshladik. Bo'ldi endi. Xudo xolasa mana tununkalik ventilyatorlardan xayrlashdik. Bularni xudo xolasa qo'ymaymiz endi bo'ldi. Buni как положено mana ko'rsalaringiz. Mana korobkalari, tokka ichida o'sha kondensatorlar bor, hamma yo'g'i joylangan, cho'tki zaslonkalari bor. Mana avtomatik zaslonka, bunda ruchnoy zaslonkalari. Sifati cho'tki. Xudo xolasa shundan qo'yamiz, hech qanaqa narxi o'zgarmaydi. Klientlarga xudo xolasa 2026-yilga bonus biz ventilyatordan ancha kutganmiz. Raznisasi где-то 300 ming atrofida. Narigi ventilyatordan 2 barobar qimmat ekan. Lekin klientlarga bonus narxi o'zgarmaydi. Xudo xolasa 2026-yilda shu ventilyatordan qo'yamiz, narxlarni o'zgartirmaymiz. U narsani anchadan beri kutgandik. Zakaz qilgandik, olib kelib boshqa bo'lmagan ekanda, endi xudo xolasa ventilyator olib kelib beradigan ekanimizga. Ko'rganmiz, ana polskiy garelkalarda xuddi shunaqa ventilyator qo'yamiz. Shuni rasmlarini tashlab bergandik, oqtarib olib kelishdi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi, cho'tki ekan. Ishlashlari ham, havo производствоsi havoni chiqarishi ham yaxshi. Lekin baribir pasaytirib ishlatiladi uni. Lekin cho'tki hamma yo'q yaxshi ekan. Menga yoqdi. Xudo xolasa shundan qo'yamiz hammasiga. Tak. Fakelli garelkalarimizda xudo xolasa chugunli versiyasi aytgandim, kuydiraman baribir deb. Mana. Chugunli versiyasi. Lekin bu hali birinchi anaqa Pokeyda teksturasi chiqib qolgan, lekin ichi to'liq 33 kilo og'irligi. Pokeyda sirog o'tib qolgan ekan, yaxshi ishimabdi shekilli. Shunaqa chiqib qoldi. Hozir Pokey zakaz qilganmiz yangi, mana o'zimizning brendlarda cho'tki chiqadi xolasa. Baquvvat. Menimcha kotyoldan uzoq tursa kerak. Kotyol dumuridan uzoq tursa kerak, chunki hamma yo'g'ini 15 mm qalinlikda qolipni tayyorlab olgandim, nihoyatda og'ir bo'lib ketdi. Mayli, endi 5-4 kilo aqa-baqa, lekin baquvvat bo'ldi. Xudo xolasa bulardik. Qo'yib ishlatib. Temirli versiyasini xuddi shuni qildik. 20 tacha sotdik bu yil. Faqat bitta ustaga sotdik. U 1-2 yil temirligini 2 taqa beruvdik, sinab ishlatib ko'rdi. Yaxshi effekt beruvdi. Zakaz qildi. Bu yil 20 ta temirli qilib berdik. Videosini ham qo'yganman oldingi nimalarda, videolarimizda. Endi bu yildan xudo xolasa sotuvga qo'yamiz. Planda menimcha garelkasini ham sotuvga qo'yib yuborsak kerak. Garelkalar hammasi, motorlari ham polskiy
reduktor motorlar bilan bir xil bo'ladi. Faqat 120 vatli dvigatel bo'ladi. Baquvvatroq bo'ladi undan ko'ra. Lekin miyalar ham yo'g'i bir xil bo'ladi. O'sha DM 320 miya qo'yib beramiz, xudo xolasa. Motorlarimiz. Shu yerda bo'lishi kerak, menimcha motor. Shu yerda motor. Mana ixcham, energiya tejamkor, 120 vatlik, bunaqalik katta motor emas. Invertorlarini batareyasi uzoqqa yetadi. Xudo xolasa narigi motorlardan, polskiy motorlardan 2 barobar kuchli. Chunki ular 60 vatlik, bular 120 vatlik. Biz shinagida kattaroq olganimiz uchun kattaroq ko'mir tushadi, sindirib olib kirib ketishi ham shunga yarasha bo'ladi. Tak, endi reduktorini ancha bo'lganda chang bo'lib ketibdi. Kelganiga. Bu reduktor ham pat zakaz qilinyapti. Bunaqa reduktorlar sotuvda bo'lmaydi, chunki bular o'ta xadovoy reduktorlar bor. Hali ikkitasini bitta qilinadi, 75 kilovatlik garelkalarda keladi. Ikkitasi bitta reduktor, katta motorli keladi. Ular eng katta nimalarga? Katta garelkalarga. Lekin bularga o'sha motori ham kichkina, 120 vatlik, energiya tejamkor, invertor qo'ysalaring, batareykalarni uzoqqa yetadi. Reduktorimiz ochig'i ham bor ekan. Bu 3 stupenlik reduktor bu. 1, 2, 3 ta. Ya'ni ichida bitta yashikdi, bitta korobkaning ichida 3 ta stupen kelgan. Narigi o'sha 30 ga 1, 40 ga 1 larda bitta bo'ladi, bitta vint, bitta chervashnik bo'ladi. Bunda bitta vint, ikkita shesternalik, uchinchisi chervashnik bo'ladi. Bular hozir mashu motor bilan 500 Newton metr bo'lyapti, kurtashish momenti. 500 Newton, ya'ni shinakda itarganda 1 tonna kuch bilan itaradi. Shu motor reduktor aylanganda, ko'mir ketayotganda shu 1 tonna kuch bilan itaradi. Shu ikkala kombinatsiyada hisoblatganmiz. Ya'ni 500 Newton metr. Agar motor kattaroq bo'lsa, yana ham kuchayib ketadi, lekin mashu motor, mashu reduktor 500 Newton metr deb hisoblab berishgan, kurtashish momenti. Ya'ni aylanganda quvvati deydi uni. Bizga yetarli darajada. O'zi 1 tonna kuch bilan preslaydi, ya'ni ko'mirni. Normalni bo'ladi. Xudo xolasa. Nechta bergan bo'lsak ishlatishyapti. Muammo bo'lgan yo'q. Qisilib qoldi ham, tiqilib qoldi ham, boshqa narsa ham degan yo'q, xudo xolasa. Miyalarimiz DM 320 bo'ladi. Miyalarimiz. Miyamdan zavodga bron qilib qo'yganman, olib keltirib qo'yishim kerak, xudo xolasa. Olib keltirib qo'yaman, sezon ham tugadi-yu, lekin 3 dona qolibdi xolos. Zavodga oldindan perdoplata qilib bron qildirib qo'ymasangiz, bu narsa ham Rossiyada bunaqa juda ko'p firma ishlatadi, zavod ishlatadi bundan. Yana ko'p firmalar, Veskiz, o'sha xullas ko'p kotyolchilar bu nimani dom avtomatika ishlatadi, DM 320. Bunchida mana ishlatish qo'llanmasi. Dom avtomatika DM 320. Bu shnekni boshqaradi, ventilyatordan obrotini boshqaradi. Kotelni temperaturasini o'lchaydi, boilerni temperaturasini, issiq suvga o'lchaydi, shinakni temperaturasini o'lchab turadi, ya'ni bunker tomonga obratno o't urayotganda mana bu matdan ilashib, polskiy nimalarda bu retortnilarda unaqa narsa kamdan kam bo'ladi, lekin fakelni garelkada ko'proq bo'ladi, orqaga qachish.
Shunda mana bu yerga datchigi bor mana. Datchikning o'rni bor. Zavodskoy avtomatlarda bular strafovkasi bilan qilingan. Ya'ni bu yerda datchigi bor. Shu yerga suqib qo'ysangiz, shnek temperaturasi 70-80 gradusga yetib borganda o'sha ko'mirni oldinga surib oladi. Ya'ni orqaga bunkerga ilashib ketyapti deb o'ylaydi-da kontroller. Ko'mirni oldinga surib oladi ozgina. Bilmayman, menimcha 7 sekundmi 8 sekund ishlaydi. Oldiga surib yuboradi-da, yana turaveradi, ishlayveradi. Agar mabodo yana qiziydigan bo'lsa, keyin yana chiqarib yuboradi-da, to'liq katyolni o'chiradi-da, shnek qizib ketdi deb ошибка signal chiqaradi bu miya. Ko'rsalar, buni kabeli ko'p. Motorini avtorevers qiladi bu. Ya'ni tiqilib qolsa oldi orqaga aylantiradi. Bu termiga 95 gradusdan keyin ventilyatorni o'chiradi. Mabodo katyol kontroller ishlamay qolsa, programmadan chiqib ketib qolsa, boshqa bo'lsa, katyol yonib yotavermaydi. 95 gradusga borganda bu mexanik termik bu. Mexanik, miyaga bo'ysunmaydi, ventilyatorni o'chiradi. Mana ikkita termostati, bittasi GVS'niki, bittasi Shnekniki ekan mana. Xuddi shunaqa datchiklardan nimaga zakaz qilganmiz? Hali aytdim-ku. Shaxnik katyollarimiz miyasiga o'zimiz yasaydigan miyalarga xuddi shunaqa nirjeviga zakaz qilganman. Xudo xolisa keladi. Bittasi mana GVS datchiga, bittasi mana katyolning temperaturasi, mana termigi, to'kkulagani, mana ikkita motorga kabel chiqqan. Ya'ni sirkulyatsionniy nasos отопление, sirkulyatsionniy nasos nima? Boylerdik. Ventilyatorga mana alohida kabel chiqqan. Ikkita nasosda, bitta ventilyatorda shnekni motorini boshqaradi. Juda ishonchli, yaxshi kontroller. Xudo xolasa 2 yildan beri shuni ishlatib kelyapmiz. Buni agar klientlarga har bitta odamga tashlab beramiz. Qanaqa ishlatishni videosi bor. Agar xohlasalaringiz kommentda yozinglar. Buni to'liq obzorini, qanaqa ishlatish, ichidagi funksiyalarini hammasini bitta video qilib joylab beraman. Agar zarur bo'lsa, kommentda yozinglar. Обязательно qo'yib beraman. Shu endi xudo xolasa bugun dam, balkim svet yonsa, hali 4 dan keyin ishni boshlaymiz xudo xolasa. Niyat bor edi Ramazongacha tugatish, lekin tugata olmadik. Allohning aytgani bo'ladi. Yana bitta bo'lib zakaz qo'shilib ketyapti. Bitkizib bering deb. Shuning uchun tugata olmay qoldik. Xudo xolasa tugatib olsak, shu bilan Ramazonda dam olamiz. Dam olish ham bo'lmaydi ishxonada. Keyingi yilgi sezonda tayyorgarliklarni qilib turamiz. Xudo xolasa. Apparatlarimiz ishlayapti chotki. Kim svarshiylar bo'lsa, tavsiya qilamiz. Jassik pol avtomat ishlatmoqchi bo'lganlarga bunga yetadigani yo'q ekan. Bizning bozorimizda, O'zbekistonda bunga yetadigani yo'q ekan. Har xildan ishlatdik, lekin bu jassik, o'sha 3 ta apparatimiz jassik. Mana uni Xitoydan olganman, Reland degan. Endi balkim nimadir, yaxshi ishlayapti. Galavasini almashtirganmiz. Bu galavasini o'zimiz yasaganmiz mana uni. O'zimiz yasadik, korpuslarni yasaganmiz. Mana ichidagi mexanizmlarni Xitoydan zakaz qilganman-da. Korpusini jassiklarga o'xshatib yasab olganmiz. Mana bilan mana ko'rsangiz bir xil. Mana. Shunga o'xshatib ichidagi mexanizmlari shunga bilan bir xil, o'ziniki prostoyroq edi. Shundan keyin ancha apparat o'zgardi, yaxshi ishlayapti. Lekin manualchalik bas. Mana 500 taligi. Mana 500 taligi, nariga 350 taligi. Mana ham 350 taligi. Apparat chotki ekan bular. Xolos yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ramazon oyini xolasa chotki qilib, chiroyli qilib kutib olinglar. Maza qilib ro'zalar tutib, organizmni yangilab, Allohga ibodat qilib
sog' bo'lasizlar. Qanaqa savol bo'lsa kommentda yozinglar, imkon boricha javob qilishga harakat qilamiz. Bir ikkita video olmoqchiman. Kotyolda kondensat bo'yicha, rasxod masalasi bo'yicha yana bir ikkita mavzularim bor. Shu mavzular bo'yicha alohida video qilmoqchiman. Bitta sezon tugatib dam olaylik-da. Keyin bir alohida kondensat, kotyol terlaydi-yu suv bo'lib. Shuni oldini olish, shu qayerdan kelib chiqadi, shunaqa videolar qilmoqchiman. Yani qachongacha kotyollarni reklama qilib, maqtab yurmasdan buni ishlatishni ham o'rgatish kerak odamlarga. Bir xillar biladi, ishlatadi, bir xil ustalar biladi, o'rgatadi. Lekin o'zimiz videolarda to'g'risi shunaqa narsalarni ko'rsatib bermoqchimiz. Ya'ni eng asosiy tvertopливный, ya'ni ko'mir kotyol, o'tin kotyollarda muammo bo'ladigan narsa bu kondensat masalasi. Ichida terlaydi, ichi saqichlab ketadi. Shu haqida alohida video olmoqchimiz. Qo'limizdan kelgancha, endi anaqalik o'zi blogerlikka da'vogarligimiz yo'q. Oddiy usta odammiz, lekin imkon boricha qo'limizdan kelgancha video tayyorlaymiz, xudo xolasa. Eng muhim narsa bu kondensat masalasi, rasxod qayerdan kelib chiqish masalasi, yana bir ikkita narsalar. Agar sizlarda qanaqadir mavzu bo'lsa, kommentda yozinglar. Tushunsak o'rgatamiz, video qilamiz. Tushunmasak o'zimiz o'rganamiz, keyin video qilib chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.